qilinadi. Bu narx keladigan bo'lsak, donasi 100 mingdan. Kichkinalarni ham. Mana hurmatli kuzatuvchilar, kechaga qo'ygan postimga video murojaat. Ko'pchilik buni narxini tushirib yuborishga deb yozishdi. Shunga bir qator tushuntirib o'taman. Bu avvalambor mana bu taroq, ekarniz narxi necha puldan bo'lsa, shunga qarab qilinadi. Bu ham bitta metrga yuradi aslida. Demakki, vaqt ko'p ketadi, o'ziga yarasha mehnati bor. Bu uchastka kommentariyada ham yozib qo'ydim akalar. Bu uchastka o'zimiz akaxonniki. Shu 2-3 yildan beri ishni qilyapmiz. 2 ta uchastkasini olganmiz. Shuning uchun arzonroq kelishtirib qilingan. Shu betda qilinib turgan narxi u 100 mingdan. O'zi aslida endi kim qanaqa qiladi bilmadik. Biz shu karnizlarda, taroqlarda har bir metri narxi necha pul bo'lsa, shuni donasiga ham shunchadan olamiz. 1 metrda narxida. Avvalambor narx tushiribsiz, boshqa qilibsiz degan akalarga rost beradigan Alloh. Har kim o'zi kelishib qilinadi narxini. O'shanga video murojaat qilib qo'ydim akalar. Narxlar tushirib netish ustani o'zida adashmasam. Menimcha video o'z egasiga yetib bordi deb o'ylayman. Kimga shunaqa chiroyli tiyaga xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. King Tiyaga Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizda YouTube'da ham kanalimiz bor. Kuzatib borasizlar yaqinda. Hammalarga rahmat.